105 kvadratlik novostroykadan srochni 86.500 ga chiqardik. Mana shu pulga arziydimi yo'qmi? Gapirish mumkin emas. $1000 eng o'lib turgani. Hozir men sizga zo'r taklif beraman. 105 kvadrat 86.500 kattagina zal. Zalni o'zi kamida 30 kvadratdan ziyod chiqadi. Mana shu ko'rib turayotgan mana shu mexi mebellar, turetskilar hammasi mana shu yerga qoladi. Prosta pul zarurligi uchun srosniga sotilyapti. Tashqi taraf eshik yevromontaj qilingan, o'ng qo'limizda garderob shkofi va krashini dahshatdan qilgan. Ana endi bitta kattalar uchun yotoqxonani bitta ko'rsataman. Do'xpani divan, garderob shkofi bor, televizorlar mana shu zo'r qilgan. Televizorlar bu yerda trezasi ham bor. Eng qizig'i, bolalarimiz uchun yotoqxona har bitta xonasiga trezasi bor, bez gluxoy. Novostroykalarda bilasizlar 95% bitta gluxoy tushadi. Bu xonamizga hamma xonasiga trezasi bor. Ikkita mebelcha qo'yganlar, gapirish mumkin emas. Ana endi ayollarimiz yaxshi ko'radigan bitta kuxnyani ko'rsataman. Yo'l-yo'lakay mana shu sanuzelni ham ko'rsataman. Dushovoy ta'minlab qilgan unitaz, rakveni hamma sharoit zo'r. 60 ga 120 lik Xitoy kafeli ishlatilgan, gapirish mumkin emas. Ayollarimiz yaxshi ko'radigan kuxny mana shu limonchalariga necha endi. Mebel texnika hamma sharoit bor, gaz plita, vichka, duxkonturniy kotyol, eng qizig'i mana shu uголокni zo'ridan qo'yganlar. Panorama oynali. 7 qavatlik binoni 7-qavatda joylashgan 105 kvadrat, narxi 86.500, sunnatiga muvofiq ozgina savdosi bor. Pastdagi nomerlarga aloqa chiqaverasizlar.